Bu loyihamiz Jizzax viloyati Forish tumani Xonbanda MF 744-sonli konturda pomidor ekilganligini ko'rib turibmiz. Pomidorimiz ekin maydoni 10 gektardan iborat. 2025-yil 7-may holatiga ko'rib turibsiz. Ushbu kunga qadar pomidorimizni bir marta mineral o'g'it bilan oziqalantirdik. Hozirgi kunda sug'orish ishlarini olib borilmoqda. Ushbu pomidor mahsulotimizdan gektaridan 35 tonna hosil olishni mo'ljallayapmiz. Ushbu loyihani amalga oshirishdan maqsad bir kontur bir mahsulot va dehqon xo'jaliklarini biriktirish va rivojlantirish. Ushbu loyihamizda 10 ta dehqon xo'jaliklarini biriktirgan holda lider tadbirkorga biriktirib, hozirgi kunda olinadigan mahsulotni sifatiga ishlov berish va sifatli pomidor mahsulotini olishni rejalashtirmoqdamiz.